Ukalar, akalar, ko'chadagi ishinglarni bahona qilib, bolangizni tishi qiyshiq bo'lib turibdi. Olib bormayapsizmi tabibga? Gunohkorsiz. Bilyapsiz, bolangizda bir qaysidir bir kasallik turi bor, shu davolanmayapti. Orqaga surilib kelyapti. Gunohkor bo'lyapsiz. Chunki katta bo'lganda shu bola siz qilgan ish tufayli bir nogiron bo'lib qolsa, jismonan zaif bo'lib qoladigan bo'lsa, juda ham minnatdor bo'ladi sizdan. O'sha paytda menga qaraganinglar shunaqa bo'lmasdim ekan deb bir marta aytgan paytda chiqib ketadi burninglardan buloq bo'lib topgan hamma narsanglar. Oilalardan, farzandinglardan ossanglar bir narsa qilinglar. Chunki sizlar qiyomatda javob berasizlar mana shu farzandlar ustida. Ulfatlar turib tursin, somordagi osh turib tursin, ko'chadagi jinnikat yurishlarimiz turib tursin. Mana shularda xizmatini qilishimiz kerak. Ossak inekan boshqa birovga vaqtimizni beraylik. Chunki qiyomatda javob beramiz buni. Ulfatlar bilan osh yemaganingizgacha javobgar bo'lmaysiz. Bu muboh, xohlang qiling, xohlang qilmang. Ammo bu vojib deb yetkazdi. Sizdan boshqa hech kim qilmasdi bu narsani.